Tasavvur qiling, vaqtni 13,8 milliard yil orqaga qaytaryapmiz. Har bir galaktika, yulduz va hatto atom issiq, zich bir nuqtaga qayta siqiladi. So'ng portlash. Bo'shliqdagi oddiy bir portlash emas, balki makonning o'zi katta tezlikda kengaymoqda. Bizning koinot aynan shunday alangali bir chaqnashdan so'ng paydo bo'lgan. Bu hamma eshitgan katta portlash nazariyasi deb ataladi. U borliqning tug'ilishi va moddiyat qanday paydo bo'lganini tushuntirishga xizmat qiladi. Katta portlash nazariyasi boshi 1929-yilga borib taqaladi. Edwin Hubble Mount Wilson teleskopi orqali osmonni kuzatayotganida galaktikalar bir-biridan uzoqlashayotganini payqaydi. Ularning nuri cho'zilib, qizg'ish tus olayotgan edi. Koinot doimiy va o'zgarmas emas, balki kengayib borayotgan edi. Boshida olimlar bunday yangicha kashfiyotga shubha bilan qarashadi. Masalan, Fred Hoyle o'sha davrda hukmron bo'lgan o'zgarmas koinot haqidagi nazariyani himoya qilib, yangi ilmiy g'oyani masxara bilan katta portlash deb ataydi. Ammo uning kinoyasi ushbu yangicha nazariya uchun nom bo'lib, shu ko'rinishda keyinchalik olib ketadi. Xo'sh, biz koinot kengayayotganini qayerdan bilamiz? Bu yerda kosmik mikroto'lqinli fon nuri sahnaga chiqadi. Bu koinotning chaqaloqlikdagi rasmi. 1969-yilda Arnold Penzias va Robert Wilson ismli ikki radioastronom New Jersidagi antenna bilan ishlayotgan edi. Ular noma'lum shovqindan qutulish uchun uskunalarni sozlab, hattoki kaptar axlatini ham tozalashadi. Lekin oxirida tushunishdiki, bu shovqin Yer sayyorasiga tegishli emas. Bu shovqin katta portlashdan qolgan sovigan nurlanish bo'lib, 380 ming yil avval koinot qizib turgan plazmadan shaffof bo'shliqqa aylangan paytda yuzaga kelayotgan signal edi. Bu nur qoldig'i hozirda mutlaq 0 darajadan 2,7 daraja yuqori bo'lib, u butun osmonni mikroto'lqinlar bilan qoplaydi. Siz uni shovqinini hatto eski televizorlarda ham eshitishingiz mumkin. Katta portlash boshlangandan keyin dastlabki 3 daqiqada protonlar va neytronlar vodorod va geliy yadrolariga birikdi. Bu jarayon nukleosintez deb ataladi. Juda kam miqdorda litiy moddasi ham hosil bo'ldi. Og'ir elementlarchi? Ular qanday hosil bo'lgan? Ular yulduzlarning alangali bag'rida yuzaga keladi. DNKmizdagi har bir uglerod atomi, qoningizdagi har bir temir molekulasi portlagan yulduzlardan sochilgan zarrachalardir. Biz tom ma'noda yulduzlar changidan tashkil topganmiz. Yer sayyoramiz hali mavjud bo'lmagan davrlarda bizni kechroq yaratadigan moddalar shakllanib bo'lgan edi. Umuman koinotning retsepti o'ta g'alati, sizlarga aytsam. Bizga uning faqat 5% moddasigina ayon. Koinotni 22%ni tashkil etuvchi qora modda bu ko'zga ko'rinmaydigan, lekin gravitatsiyasi bilan galaktikalarni birga ushlab turadigan kuch bo'lib, qolgan 74% esa qora energiya, har soniyada fazoni tobora tezroq cho'zayotgan sirli kuch bo'ladi. Qorong'i energiya 1998-yilda kashf etilgan. Olimlar uzoqdagi tumanliklar kutilganidan xiraroq portlayotganini kuzatganidan so'ng, u butun kosmologiyani larzaga soldi. Katta portlash nazariyasi inson tafakkuriga zid. Unda markaz ham, chekka ham yo'q. Makon qanday qilib cho'zilishi mumkin axir? Undan oldin nima bo'lgan? Undan avval vaqt biz bugun bilgan ko'rinishda mavjud bo'lmagan. Katta portlashdan avval nima bor edi degan savol Shimoliy qutbdan shimolroqda nima bor degandek gap. Shunga qaramay ayrim gipotezalar, masalan multiverse, koinotimiz cheksiz olamlar ichra bir dona pufakcha bo'lishi mumkinligi haqidagi g'oyani o'rtaga qo'yadi. Ammo bunisi endi mutlaqo boshqa hikoya. Katta portlash nazariyasi bu koinot mo'jizalarining dostoni, hayotning eng oliy sirini ochishga bo'lgan intilish. Koinot kengayishda davom etarkan, bizning izlanishimiz ham kengayaveradi. Bizning asosiy maqsadimiz bu nafaqat qayerdan kelib chiqqanimizni bilish, balki ushbu hikoyadagi o'z o'rnimizni anglashdir.